Hozir kulachka bilan MMA farqini ko'rsataman. Hozir Mango turniriga bir dagistanis bola o'zbek bolani yutdi-da. Mana bu ustidagi dagistanis bola hozir Mangoga o'zbek bolani yutdi-da. Rekordi 14. Buni eslab qolinglar yuzini yaxshi. Bu MMA va kulachkani qanaqaligini aytib beraman. Bu bola bugungi Mango turniriga yutdi. Solomon bo'l degan bola. Shuning uchun u MMA bu kulachkada. MMAga вообще e'tibor bermagan ekanman-da. Bu kurash ko'p narsa hal qilar ekanda. Mana shu bolani ham 14 taga kiritdim. Bu 1 minutlik jangga men buni 15 sekundga yiqitganman-da. Mana shuni ko'rib qo'yinglar deb ko'rsatdim kulachkadan. Inshaalloh MMAga juda qattiq qaraymiz. Endi u MMAni glavniy anonisi kurash ekan. Inshaalloh bizga ishonganlar ham biz ham ishonamiz inshaalloh.